Mana aorta kanal shunlash amaliyotini bajardik. Ishlab turgan yurakda shu bilan mana amaliyotdan oldingi bo'lgan shikoyatlar hammasi yo'q bo'ldi. Hozir mana stenokardiya deymiz, bunaqa narsalari yo'q. Bular mana uyga borib уже 3 kilometr olti va ba'zi bemorlarimiz 10 kilometrgacha bir kunda yurishadi. Bizning ham tavsiyamiz mana juda aktiv bo'lish. Hech uyga o'tirib qolish, boshqa narsa bo'lmasiga kerak emas. Ya'ni siz hozir yurakka tomirlaringiz yaxshi qon beryapti, yangi tomirlar. Bemalol bir kunda 3 kilometr, 4 kilometr hozir yurib tursangiz bo'ladi, sekin-sekin, shoshmasdan va bu masofani, kunda yurgan masofani sekin-sekin bir 10 kilometrgacha kuniga olib chiqsangiz bo'ladi. Endi uyda ichadigan ba'zi dorilarni yozib berishadi doktorlarimiz. Uni bir oydan keyin yana bir kontrol nazoratga kelasiz. O'shanda yara bitishni jarayonini bir tekshirib qo'yamiz. Yana boshqa muammolar bo'lsa hammasini ko'rib, vaqtida uni o'zgartirib, shu reabilitatsiya davrini maksimal sizga komfort, ya'ni nima deydi, normal bir sharoit yaratib berishga harakat qilamiz. Eng asosiysi mana shu harakatda bo'lish va biz bergan anaqa biz dorilar mutlaqo amaliyotdan keyin beriladi, lekin bu dorilarni berishning maqsadi bu bir narsani davolash emas. Bu dorilarni maqsadi mana shu yangi tikilgan qon tomirlarini maksimal uzoq sizga xizmat qilishini ta'minlab berish. Ya'ni bu tomirlar juda yaxshi qaralganda hattoki 40 yilgacha ishlagan shunaqa nima deydi, opisiyalarimiz bor. Ya'ni shunaqa voqealar bor.